Aziz tomoshabinlar, bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. İnternetda pensionerlarga kirish taqiqlanadi. Endi pensionerlar ayrim muassasalar ostonasiga qo'yilmaydi. Rasman yangi tartib chiqdi degan gaplar tarqalmoqda. Bu gapni eshitgan odam tabiiy ravishda qo'rqadi. Endi men pensiyamni rasmiylashtirishga ham kira olmaymanmi? Shifoxonaga borsam qaytarib yuborishadimi? Banka. Davlat xizmatlari markaziga ijtimoiy himoya bo'limiga kirishim taqiqlanadimi degan savollar paydo bo'ladi. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda hujjat, tartib va hayotiy misollar asosida tushuntiraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari va pensioner ota-onasiga yordam berayotgan har bir odamga kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odam hujjati joyida bo'lmagani uchun eshikdan qaytadi. Ayrim holatlarda esa xodimning noto'g'ri talabi sababli o'z haqqidan bexabar qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim yangiliklarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensioner bo'lgani uchun odamni hamma joyga kiritmaslik degan umumiy qoida yo'q. Ya'ni pensioner bo'lsang, davlat idorasiga kira olmaysan. Pensioner bo'lsang, shifoxonaga kira olmaysan. Pensioner bo'lsang, bankka kira olmaysan degan gap mutlaqo noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Lekin oxirgi yillarda ko'plab muassasalarda kirish tartibi kuchaytirildi. Bu tartib pensionerlarga alohida qarshi qaratilgan emas, lekin amalda eng ko'p pensionerlar qiynaladi. Nega? Chunki ko'p pensionerlar telefon orqali navbat olishni bilmaydi. Elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. ID karta yoki pasportini uyda qoldirib keladi. Arizani qog'ozda yozmoqchi bo'ladi. Lekin muassasa endi faqat oldindan yozilish yoki elektron navbat orqali qabul qilmoqda. Oldin qanday edi? Oldin ko'p joylarda odam borardi. Eshik oldidagi qorovulga men pensiya masalasida keldim. Men shifokorga kirdim. Men ariza topshiraman derdi, ichkariga kirardi. Navbat ko'p bo'lsa ham odam o'tirib kutardi. Ba'zan tanish orqali, ba'zan men keksaman deb navbatga o'tishga harakat qilardi. Ayrim idoralarda pensionerlarga hurmat yuzasidan yumshoqroq qaralardi. Endi nima o'zgardi? Ko'plab muassasalarda xavfsizlik, tartib, elektron navbat, shaxsni aniqlash, sanitariya qoidalari va ichki rejim kuchaydi. Masalan, shifoxonaning reanimatsiya yoki yuqumli kasalliklar bo'limiga istalgan odam kira olmaydi. Maktab, bog'cha, internet, yopiq turdagi ijtimoiy muassasa, bankning ichki kassa hududi, arxiv, harbiy obyekt, sud binosi, ayrim davlat idoralarining xizmat xonalari kabi joylarga faqat ruxsat, hujjat, taklifnoma yoki navbat bilan kirish mumkin. Demak, gap pensionerlikda emas, kirish tartibida. Men buni juda aniq ajratib beraman. Xavotir olishi kerak bo'lganlar kimlar? Birinchi navbatda muassasaga hujjatsiz boradigan pensionerlar. Masalan, 38 yoshli otaxon pensiya qayta hisob kitobi bo'yicha tuman bo'limiga boradi, lekin yonida ID karta yo'q. Meni hamma taniydi. Men shu mahallada yashayman deydi. Ammo xodim hozir shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz qabul qilmasligi mumkin. Bu yerda otaxon meni pensioner bo'lganim uchun kiritishmadi deb o'ylaydi. Aslida sabab hujjat yo'qligi. Ikkinchi guruh, oldindan yozish talab qilinadigan joyga yozilmasdan boradiganlar. Masalan, ayol kishi 6-yoshda, sanatoriy yo'llanmasi imtiyozli dori. Nogironlik guruhi yoki protez ortopediya vositasi masalasida murojaat qilmoqchi. U ertalab soat 9da boradi. Eshik oldida unga sizda elektron navbat bormi deyishadi. U yo'q deydi. Shunda uni ichkariga kiritmasliklari yoki avval navbat oling deyishlari mumkin. Bu ham pensionerlarga nisbatan taqiq emas, balki qabul tartibi. Uchinchi guruh, qarindoshi yoki qo'shnisi ishini hal qilish uchun ishonchnomasiz boradigan pensionerlar hayotda ko'p uchraydi. Masalan, 70 yoshli ona o'g'lining kredit bo'yicha ma'lumotini bankdan so'ramoqchi bo'ladi. Bank xodimi unga ma'lumot bermaydi. Ona meni kiritishmadi, hurmat qilishmadi deydi. Aslida bank sirini har kimga berish mumkin emas. Agar o'g'il notarial ishonchnoma bermagan bo'lsa, hatto ona bo'lsa ham bank ichki ma'lumotni bermasligi mumkin. 4-guruh, shifoxonaga bemorni ko'rgani boradigan pensionerlar. Masalan, nevarasi kasalxonada yotibdi, buvisi uni ko'rmoqchi. Lekin bo'limda karantin, operatsiyadan keyingi rejim yoki yuqumli kasalliklar xavfi bo'lsa, buvini kiritmasliklari mumkin. Bu ham pensionerlarni kiritmayapti degani emas. Aksincha,
Keksalar virus va infeksiyaga nisbatan zaif bo'lgani uchun ularni himoya qilish maqsadi ham bo'lishi mumkin. 7-2 yoshli odam oddiy grippni ham og'ir o'tkazishi mumkin. Shuning uchun shifoxona ichki tartibi ba'zan qat'iy bo'ladi. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Hujjatlari joyida bo'lgan, qayerga nima uchun borayotganini aniq bilgan, oldindan navbat olgan, rasmiy yo'llanmasi yoki arizasi bor pensionerlar xavotir olmasin. Sizning pensiya olish, tibbiy yordam olish, davlat xizmatidan foydalanish, ijtimoiy yordam so'rash, bankdagi o'z pulingizni olish huquqingiz saqlanadi. Hech kim sizni faqat yoshingiz yoki pensioner maqomingiz uchun qonuniy huquqdan mahrum qilishi mumkin emas. Bir necha hayotiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 65 yoshli opa pensiyasi kam hisoblangan deb o'ylaydi. U tuman pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya tizimiga boradi. Agar u yoniga ID karta, mehnat daftarchasi nusxasi, ish staji bo'yicha ma'lumotlar, ariza va telefon raqamini olsa, qabul qilishlari kerak. Lekin u hech qanday hujjatsiz bo'lib, mening pensiyamni oshirib beringlar desa, xodim darrov hal qilib bera olmaydi. Chunki har bir so'm hisob-kitob hujjat asosida qilinadi. Ikkinchi misol. 69 yoshli otaxon bank kartasidan pensiya yechmoqchi. Bankka kirishda qo'riqchi navbat oling dedi. Otaxon jahli chiqib, men pensionerman, meni darrov kiriting dedi. Aslida bankda 3 kishi navbatda turgan bo'lishi mumkin. Pensionerlar uchun alohida oyna bo'lsa, bu qulaylik. Lekin alohida oyna bo'lmasa, umumiy tartibga rioya qilish kerak. Biroq bank xodimi keksani umuman eshikdan haydab yuborishi, qo'pol muomala qilish yoki xizmat ko'rsatishni asossiz rad etishi mumkin emas. Uchinchi misol, 75 yoshli amaki davlat xizmatlari markaziga boradi. U kadastr hujjatini rasmiylashtirmoqchi. Ammo mulk o'z nomida emas, o'g'lining nomida. Unga mulk egasi kelsin yoki ishonchnoma olib keling deyshadi. Amaki buni pensionerni kiritmadi deb tushunadi. Aslida masala pensionerlikda emas, vakolatda. Mulk egasi boshqa odam bo'lsa, hujjatni boshqa odam nomidan yuritish uchun ishonchnoma kerak. 4-misol, 6 yoshli ayol nogironligi bo'lgan turmush o'rtog'i uchun tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalasida boradi. U faqat og'zaki tushuntirish bilan kelgan. Lekin tibbiy xulosa, yo'llanma, ambulator karta, tahlillar, shaxsiy hujjatlar bo'lmasa, masala joyida ko'rilmaydi. Natijada u bizni qabul qilishmadi deydi. Aslida qabul uchun hujjat to'liq bo'lishi kerak. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. Har bir muassasa kirish taqiqlanadi deb yozib qo'ygan bo'lsa ham, bu yozuv hamma uchun mutlaq taqiq degani emas. Odatda bu yozuv xizmat xonalari, maxfiy hudud, bemorlar yotadigan bo'lim. Bolalar hududi kassaning ichki qismi yoki xavfsizlik talab qilinadigan joylarga taalluqli bo'ladi. Masalan, bank binosiga mijoz sifatida kirishingiz mumkin. Lekin kassaning ichki tomoni yoki xodimlar ishlaydigan xizmat xonasiga kira olmaysiz. Shifoxonaga bemor yoki hamroh sifatida kirishingiz mumkin, lekin operatsiya blok yoki reanimatsiyaga ruxsatsiz kira olmaysiz. Ikkinchi nozik jihat, pensionerning o'zi xizmat oluvchi bo'lsa, uni asossiz qaytarish mumkin emas. Agar siz o'z pensiyangiz, o'z davolanishingiz, o'z uy-joy hujjatingiz, o'z nafaqangiz, o'z arizangiz bo'yicha kelgan bo'lsangiz, muassasa sizga muqobil yo'l ko'rsatishi shart. Masalan, bugun qabul yo'q desa, qachon qabul borligini aytish kerak. Elektron navbat oling desa, qayerdan va qanday olishni tushuntirish kerak. Hujjat yetishmaydi desa, qaysi hujjat yetishmayotganini aniq aytish kerak. Kiritmaymiz deb eshikdan qaytarib yuborish, lekin sababini tushuntirmaslik noto'g'ri amaliyot. Uchinchi jihat, sog'liq bilan bog'liq istisnolar. Agar pensionerning holati og'ir bo'lsa, masalan, qon bosimi ko'tarilgan, hushdan ketish xavfi bor, nafas qisishi bor, yurak og'rig'i bor, bunday odamni navbat oling deb eshikda uzoq ushlab turish insoniylikka ham, xizmat ko'rsatish tartibiga ham to'g'ri kelmaydi. Shoshilinch tibbiy yordam boshqa masala. Agar hayot va sog'liq xavf ostida bo'lsa, birinchi navbatda tez yordam, shifokor, navbatchi tibbiy xodim chaqirilishi kerak. 4-jihat, qarindosh hamroh bo'lishi. Keksalar ba'zan hujjat o'qishda, ariza to'ldirishda, telefon orqali kod kiritishda qiynaladi. Bunday paytda farzandi yoki nevarasi hamroh bo'lib borishi mumkin. Lekin hamroh hamma joyga kirishi shart degani emas. Masalan, shifokor qabulida bemor rozi bo'lsa, hamroh kirishi mumkin. Bank operatsiyasida esa mijozning roziligi va ichki tartib muhim. Maxfiy ma'lumotlar bo'yicha hamrohga hamma narsa aytilmasligi mumkin. 5-jihat, navbatsiz xizmat masalasi.
Ko'p pensionerlar men keksaman demak hamma joyda navbatsiz kiraman deb o'ylaydi. Amalda ayrim joylarda urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, homilador ayollar, og'ir holatdagi bemorlar uchun ustuvor xizmat ko'rsatish tartibi bo'lishi mumkin. Lekin oddiy yoshga doir pensionerlik hamma idorada avtomatik navbatsiz kirish huquqini bermaydi. Shu sababli nizoga bormasdan tartibni so'rash kerak. Pensionerlar uchun aloda qabul bormi? Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ustuvor navbat bormi? Men yurishga qiynalaman, menga yordam bera olasizmi deb muloyim, lekin qat'iy so'rashingiz kerak. 6-jihat. Rasman taqiq bilan xodimning og'zaki gapini farqlash. Agar eshikdagi xodim pensionerlar kiritilmaydi desa, siz darhol so'rashingiz kerak. Qaysi hujjat asosida bu tartib qayerda yozilgan? Menga yozma rad javob bera olasizmi? Ko'p hollarda xodim noto'g'ri ifoda ishlatadi. U aslida bugun qabul yo'q. Navbat tugagan, faqat yozilganlar kiradi. Ichki hududga kirish mumkin emas demoqchi bo'ladi. Lekin pensionerlar kiritilmaydi desa, bu juda jiddiy gap. Chunki yosh bo'yicha kamsitish holati yuzaga kelishi mumkin. Endi men aniq ko'rsatma beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki pensioner ota-onangizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, muassasaga borishdan oldin tayyorgarlik qiling. Birinchi qadam, qayerga va nima maqsadda borayotganingizni yozib oling. Masalan, pensiyani qayta hisoblash, bank kartani almashtirish, sanatoriy yo'llanmasi, dori imtiyozi, nogironlik hujjati, kadastr hujjati, tibbiy ko'rik, moddiy yordam arizasi. Maqsad aniq bo'lmasa, xodim ham sizni qaysi bo'limga yo'naltirishni bilmaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Eng asosiylari ID karta yoki pasport, pensionerlik guvohnomasi bo'lsa, uni ham oling. Telefon raqamingiz yozilgan qog'oz, ariza uchun ruxga, avvalgi qarorlar yoki ma'lumotnomalar nusxasi, bank kartasi kerak bo'lsa, bank kartasi, tibbiy masalada tibbiy xulosa, yo'llanma, analiz natijalari, dori retseptlari. Agar boshqa odam nomidan borsangiz, albatta ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomasi ko'p joyda men uning onasiman, men uning otasiman, men qo'shnisiman degan gap yetarli bo'lmaydi. 3-qadam, oldindan qo'ng'iroq qiling yoki navbat oling. Bugun ko'plab xizmatlar oldindan yozilish orqali ishlaydi. Telefon qiling va aniq so'rang. Qabul kunlari qaysi? Pensionerlar qaysi vaqtda qabul qilinadi? Qaysi hujjatlar kerak? Oldindan navbat olish shartmi? Hamroh kirishi mumkinmi? Bu savollarni oldindan so'rasangiz, yo'l xarajati, vaqt va asabingiz tejaladi. 4-qadam, agar eshikdan qaytarishsa, janjal qilmasdan sababini yozdirib oling. Men doim shuni maslahat beraman. Baqirish, tortishish, eshik oldida urishish foyda bermaydi. Siz tinch ovozda ayting. Iltimos, men nima sababdan qabul qilmayotganingizni tushuntiring. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qachon kelsam bo'ladi? Menga yozma rad javobi bera olasizmi? Agar xodim noqonuniy rad etsa, yozma javob berishdan qochadi. Shu paytda siz rahbar qabuliga yozilishingiz, murojaat daftariga yozishingiz yoki yuqori tashkilotga shikoyat qilishingiz mumkin. 5-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, men falonchi, falon sanada, falon muassasaga pensiya masalasida murojaat qildim. Meni qabul qilishmadi. Sabab sifatida falon gap aytildi. Mendan falon hujjat talab qilindi. Ushbu holat bo'yicha tushuntirish berishingizni va murojaatimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, sana va imzo bo'lsin. Agar hujjat nusxalari bo'lsa, ilova qiling. 6-qadam, farzandlar pensioner ota-onasini yolg'iz yubormasin. Ayniqsa hujjat ishlari murakkab bo'lsa, elektron navbat, SMS kod, bank ilovasi, onlayn ariza kerak bo'lsa, keksa odam qiynaladi. Farzand yoki nevaradan biri borib, navbat olib bersin. Hujjatlarni papkaga joylab bersin, kerak bo'lsa hamroh bo'lsin. Bu faqat qulaylik emas, bu keksalarning huquqini himoya qilishdir. 7-qadam. Har bir hujjatning nusxasini saqlang. Ko'p odamlar asl hujjatni topshirib yuboradi. Keyin men nima topshirgan edim deb esla olmaydi. Har bir ariza, ma'lumotnoma, rad javobi, yo'llanma. Tibbiy xulosaning nusxasini alohida papkada saqlang. Agar keyin nizo chiqsa, hujjat sizning eng kuchli dalilingiz bo'ladi. 8-qadam, sog'liqni birinchi o'ringa qo'ying. Agar pensioner uzoq navbatda tura olmasa, buni oldindan ayting. Men uzoq tura olmayman, o'tirish joyi bormi? Menga hamroh yordam berishi mumkinmi? Qabul vaqtini aniq belgilab bera olasizmi deb so'rang. Keksalikda ortiqcha asab, issiqda yoki sovuqda uzoq kutish. Och qoringa yurish jiddiy salomatlik muammosiga olib kelishi mumkin. 9-qadam.
Agar sizni aynan pensioner bo'lganingiz uchun kiritishmagan bo'lsa, buni alohida qayd eting. Chunki yoshga qarab xizmatdan mahrum qilish juda nozik masala. Bunday vaziyatda muassasa rahbariyatiga, yugurib turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat kanallari orqali yozing. Lekin shikoyatda aniq bo'ling, kim aytdi, qachon aytdi, qayerda aytdi, guvoh bormi, siz nima maqsadda kelgandingiz. Demak, azizlar, pensionerlar endi muassasalar ostonasiga qo'yilmaydi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Pensionerlikning o'zi kirish taqiqqa sabab bo'la olmaydi. Lekin muassasalarga kirish tartibi kuchaygan. Hujjat, navbat, ruxsat, yo'llanma, ishonchnoma va ichki rejim talab qilinadi. Kim hujjat bilan tartibni bilib bo'lsa, o'z huquqini talab qila oladi. Kim tayyorgarliksiz bo'lsa, eshikdan qaytishi va buni noto'g'ri tushunishi mumkin. Men sizga maslahat beraman, har bir boradigan joyingizga oldindan tayyorlaning, hujjatlarni papkaga soling, qabul tartibini bilib oling. Kerak bo'lsa farzandingiz yoki ishonchli odamingiz bilan boring. Agar sizni asossiz qaytarishsa, og'zaki janjalga emas, yozma murojaatga o'ting. Chunki huquq hujjat bilan himoya qilinadi. Sizning hududingizda pensionerlarni qaysi muassasalarda qabul qilish qiyinlashdi? Bankdami, shifoxonadami, davlat xizmatlari markazidami yoki ijtimoiy himoya bo'limidami? Albatta izohlarda yozing. Men eng ko'p uchrayotgan muammolar bo'yicha alohida tushuntirish tayyorlayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensionerlarning haqqini bilishi, hujjatini to'g'ri tayyorlashi va eshikdan qaytmasligi uchun bunday ma'lumotlar juda zarur.